Lüksimizin devamını anlatımız hürmetlik vatandaş bugün çizlağa 2021 yılı 12. ayının 20. günü. Yukarı Lüksiyanın devamı vatandaş nemi dedik? Tayvan meselesi de. Minister Wang Yi mındak görsetti. Tayvan meselesi de yani bir meydan türgün. Yani ciddi vaziyetinin oturuğu çıkışı. Tayvan dairlerinin Amerika'ya tayinip müstakillik talep kılışı. Amerika'nın məqsədli qalda Tayvan arqılıq Cüngünü çeklemekçi bolğanlığı da. Geçirenler. Minister Wang Yi mındak görsetti. Tayvan hamam bir günü üyüge qaytıdığan musafirdir. Lekin Tayvan başkalar kollanıdığan şahmat uruqi bulup kalmaslığı lazım. Çünkü birlikte keltirilishi kerak ve çoğam birlikte keltirildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisidagi siyosiy partiya, Demokratlar Partisi ve Cumhuriyetçiler Partisi Jungo meselesida birdek ko'z qarashga ega. Prezident Joe Biden hükümeti bu yıl birinchi oyda vazifaga o'tirgandan beri asosiy jihatdan sobiq prezident Trump hükümetining Jungoga qattiq bo'lish siyosatiga varislik qildi. Shundoq bo'lsa-mu Amerika amaldorlari yana ko'p qatim Amerika Jungo raqobatlashganda to'qinishib qolmaydi deb ifade bildirdi ve muhafazat külligi kurmakçı bo'ldi. İki devlet xalqaro sistemida o'rtaq mavjud bo'lib turmakçı mı bo'ldi. Lekin ko'p kishilar mundaq ansirashdi. İki devletning bir qatori masalalarda o'tkir ve qat'iy maydonini nazarda tutganda iki devlet menfaatidagi qurilma xarakterlik to'qinish iki qudratlik devlet elishganda saqlang'ili bo'lmaydigan bir to'qinish holatida turmoqda. O'tgan oyda Prezident Joe Biden bilan Jungoning raisi Xi Jinping ekran orqali suhbatlashganda to'qinishdan saqlanish muhofazat kunligi tiklemoqchi bo'lishdi. Shu qatimqi suhbatga birga qatnashgan Aqsaray Davlat bexatarligi komitetining bir nafar amaldori suhbatdan keyin mundaq ko'rsatdi. Ikki davlat rahbarlari Tayvan masalasi bo'yicha to'qinishdan saqlanish masalasida yangi muhofazat kunligi tikleyelmedi. Demek siz yukarıda gördünüz vatandaş. Amerika'nın meydanı yanıla tinchlik, asayişlik, iki devlet çünkü Amerika o'rtasida tinchlik, muhofazat kunligi tiklash, to'qinishdan saqlanish, har qanday ig'vogarchilikdan saqlanish. Bu demek Amerika Jungo o'rtasidagi tashabbus, Amerika'nın tashabbusi, Xitoy Cumhuriyetining emas. Yuqorida ko'rib o'tdingiz, Tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning ko'z qarashlarini vatandoshim. Tuvanda vaziyat ve muhokamani vatandoshlarga topshiramiz.